Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar. Hoffman kompakt invertorini qisqacha ustunlik tomonlarini ko'rsatib o'tmoqchi edim. Birinchi o'rinda mana shum izolyatsiyasiga e'tibor beradigan bo'lsak, 3 bosqichli materialdan tashkil topgan. Endi boshqa brendlarniki ham mana 2 bosqichli, ba'zi bir brendlar bor. Вообще vatindan foydalanishgan, mana vatin. Bu nimaga olib keladi? Yillar davomida xizmatdan qilgandan keyin konditsioner o'z xususiyatini yo'qotadi va konditsioner ovoz bilan ishlashni boshlaydi. Keyin yana bozorlarda Goldfin deb aytishadi radiatorni, bizda Goldfin deyshadi. O'zi ikki xil turi bor, Goldfin bor va Bluefin bor. Bularning ikkalovini xususiyati bir xil. Qaysidir zavod ko'k material ishlatadi, qaysidir zavod shu tilla ko'rinishidagi material ishlatadi. Lekin ikkalovi ham shu korroziyaga qarshi sepilgan modda bo'ladi. Keyin kompressori mana Greenlandda. Bu kompressor Daikin bilan qo'shma korxonalikda Xitoyda ishlab chiqariladi. Ba'zi brendlarnikini aytishadi, yaponskiy kompressor deyshadi, lekin hozirgi kunda hamma kompressorlar Xitoyda ishlab chiqarilyapti. Yaponiya bu ham Daikin bilan qo'shma korxonada ishlab chiqarilgan, lekin Xitoyda ishlab chiqariladi. Daikin ham yaponskiy kompressor hisoblanadi. Xuddi iPhone telefon Xitoyda ishlab chiqarilgandek gap, o'zi tega amerikanskiy. Platalari hammasi mukammal ravishda yopilgan. Keyin trubkalarini aytishadi, bizada mis ishlatilgan deyshadi. Hozirgi konditsionerlarning hammasida mis ishlatishga majbur. Bu alyumindan bunaqa narsalar yasolmaydi. U alyumin deyilganda trubkadan kelib chiqilgan. Trubkani yarim metri alyumin bo'lardi-da, qo'yani yarim metri mis bo'lib turib, qo'yani alyumin bo'lardi. Trubkaga gap ketgan ekan, mana bizani Hoffmanning trubkalari mana 4 metrdan iborat. Ichida plastiklari ham juda yuqori sifatda, drenaj shlankalari ham o'zini ichida shunaqa upakovkada bo'ladi. Va lentalari ham hammasi o'z joyida bo'ladi. Ba'zi bir bozordagi brendlarda mana bunaqa upakovkalarning ichiga solib qo'yishadi. Trubkalar boshqalarda mana 3 metr, mana 3 metr plus minus qilib qo'yilgan. Yana bitta jihati konditsionerni orqa tomonida mana hozirgi zamonaviy zavodlar setkani o'rniga mana shunaqa temir himoya qilib qo'yilyapti. Sababi bu qishki rejimda ishlaganda bu o'ziga qor yig'adi. Yaxlagandan keyin bu tushib ketishi setkada qiyin bo'lgan. Shuni hisobiga qor yig'ilib ketaverib, konditsioner yaxshi isitmagan. Setka deganda mana bunaqa narsa bo'ladi. Setka mana bu qor yig'ilganda bundan qor tushib ketish qiyin. Shu yaxlab qoladi, muzlab katta bo'lib, o'zi qishlarda e'tibor bergan bo'lsanglar, konditsionerlar oppoq bo'lib turadi mana shunaqa joyi. Shunaqa paytda konditsioner yaxshi isitmay qoladi. Feniga keladigan bo'lsak, feni ham eng yuqori sifatli plastmassadan foydalangan. Bu vaqt o'tgandan keyin sarg'ayib ketmaydi. Ba'zi bir konditsionerlar, ayniqsa oshxonaga qo'yilganda o'zida shu yog'ni shimish oqibatida konditsioner sarg'ayib qoladi ko'p joyda. Keyin buni yana bitta ustunlik tomoni, buni ichida ko'pchilik setkasi yo'q ekan konditsioneri deb aytib qolishadi-da. Hozirgi zamonaviy konditsionerlarda setkasi bu bo'tga уже qo'yilmayapti. Buni chunki ochish qiyin, ochganda ko'pchilik sindirib yuboradi mana eshigini. Shu sababli mana bu tepasidan qilib qo'yishyapti. Tepasidan qilingandan keyin buni bemalol ayollar ham olib, yaxshilab yuvib, yana joyiga qo'yib qo'yishligi mumkin. Bular mana shunaqa joylari, qulayliklari bor. O'zi nomini ham bekorga kompakt deb qo'ymaganmiz. Har tomonlama kompaktni bemalol 35 kvadratda muzlatib isita oladi. Kichkina bo'lishiga qaramasdan 590 metr kub havoni bir soatda obработка qilib beradi. Rahmat.